Samarqandda hujjatlari bekor qilingan ko'p qavatli uylar hali ham ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda qonuniy hujjatlari bekor qilingan obyektlar ijtimoiy tarmoqlarda sotuvga qo'yilgani kuzatilmoqda. Shunday noqonuniy qurilishlardan biri Samarqand tumanining O'zbekkendi mahallasida joylashgan yangi maskan turar joy majmuasidir. Ushbu obyektning shaharsozlik hujjatlari sud qarori bilan bekor qilingan deya xabar beradi Samarqand viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi. Shunga qaramay, ijtimoiy tarmoqlarda bu manzil bo'yicha hali ham xonadonlar reklama qilinmoqda. Agar siz yangi xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi ma'lumotlarni bilishingiz shart. Qonuniy qurilayotgan har bir turar joyda endilikda QR kodli elektron pasport mavjud. Siz ushbu QR kodni telefoningiz orqali skaner qilib, obyekt haqida barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Agar QR kod bo'lmasa, bu qurilish noqonuniy bo'lish ehtimoli katta. Yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Bu videoni ularga yuboring.